Bir ko'lda maqtanchoq o'rdak yashar ekan. Ularning birida u atrofdagi qurbaqalarga maqtanib shunday debdi: Dunyoda mendek jonivor yo'q. Chunki men ham suvda suzaman, ham quruqlikda yuraman, ham osmonda ucha olaman. Buni eshitib turgan qara toshbaqa unga: ko'p maqtanaverma, hoy o'rdak. Sen suzishni bilganing bilan baliqdek suza olmaysan. Yugurganing bilan kiyikdek yugura olmaysan. Uchganing bilan burgutdek ucha olmaysan. Sen bularning hammasini bir o'rdakdek qila olasan, debdi toshbaqa. Ey do'stim, bilginki, har bir odamning o'ziga yarasha qobiliyati bo'ladi. Aqlli odam shu qobiliyatlarni rivojlantirib, undan o'zi va boshqalar manfaat ko'rishi uchun ishlatadi. Aqlsiz odam esa umr bo'yi boshqalarga taqlid qilib, vaqtini zoya ketkazadi.